Shu ma'noda bugungi kunlarni, yoshlikni, mana masalan men yoshligimni sog'inaman. Nega? U paytda beg'ubor damlarni sog'inadi inson. Yoshligingizni maza qilib yashab oling deyapman. Bilasizmi? Toqqa borganda toza havodan maza qilasiz-ku. Biz faqat ko'zimiz ko'rmay qoladi shu ne'matlarni, qadrlay olmaymiz. Ko'zimiz normallik ko'rishga yo'q, ko'rishi bu ulug' narsa. Ko'rmay qolishi ham mumkin. Atrofimizdagi ne'matlarni, ayniqsa yaqin insonlarimizni, do'stlar bo'lsin, oilamiz, jamiyat qadriga yetishimiz kerak. O'shanda o'zimizni tanigan bo'lamiz. O'zlikni anglash degani faqat o'ylamaylik, xudbin bo'lib faqat o'zimni bilsam bo'ldi deb. O'zimizni to'laqonli anglash uchun boshqalarni ham qadrini bilishimiz kerak. Shu inson bor ekan, men borman. Masalan, zo'r tadbirkorsiz, ishingiz zo'r yurib turibdi, o'sha xaridorlar sizni ishingizni yurg'izyapti. Sal nonko'rroq odam bo'lsa, ular mensimay qo'yadi. Xato narsa. Sizlar bor ekansizlar, meni ishim yurishyapti. Baraka topinglar, rahmat sizlarga. Mana shunaqa bo'ladi. Tushunayapsizmi? Rahbar inson o'zini qo'l ostidan mensimay qo'yishi mumkin. Yo'q, nega mensimaydi? O'sha oddiy insonlar bo'lmasa, u kimga cho'pon bo'ladi? Qo'ylarga cho'pon bo'ladimi? Yo toshlarga, haykallarga cho'pon bo'ladimi? Inson borki, rahbar bor. Haykallarga, devorlarga rahbar bo'lmaydi-yu. Demak, atrofimizdagi insonlarni ham anglashimiz bu o'zimizni anglash ichiga kirib ketar ekan. Men kimman? Menga kimlar kerak? Hayotimda kimlarning o'rni bor? O'tgan safar ruhiy maqsadlarda tanuvdik-a, u zotda. U hammasi kirib ketadi. Men qayerdan keldim? Nega keldim? Bugungi mavzuda ko'proq o'zimiz bilan bog'liq, atrofimizdagi insonlar bilan bog'liq masalada ko'proq gaplashamiz.